qurbon bo'lgan yurtdoshlarimiz xorazmliklar aks qilgan Qurbon Berigin O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining raisi edi. 1938-yilda 4-oktyabrda millat oydinlari safida u kishi ham otib tashlangan. Siyosiy qatag'on qurbonlar orasida adabiyot va san'at vakillari ham bor edi. Safo Mug'anniy shoir, musiqashunos edi. Matyoqub Xarratov hofiz, sozanda, musiqashunos, xattot edi. Ular ham siyosiy qatag'on sifatida qurbon bo'ldilar. Ta'lim sohasi vakillaridan Salimov Abdulla, u kishi Xudoybergan Devonov bilan qo'shni bo'lganlar. Xudoybergan Devonovni qamoqqa olib ketayotgan paytlarida endi navbat bizga ham yetib kelibdi-da degan ekanlar. Oradan bir necha kundan keyin u kishi ham qamoqqa olingan hamda u ham oliy jazoga hukm etilgan. Otamahsum Madrahimov Xorazm Xalq Sotsialistik Respublikasi Markaziy komiteti raisi hisoblanadi. Bolsheviklar tomonidan u ham otib tashlangan. Uni milliy davlatchilik g'oyalari bolsheviklar manfaatlarini mos tushmagan.